Halima Ibragiyevaning turmush o'rtog'i uylandimi? Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yaqindagina komik aktrisa Halima Ibragiyevaning 46 yoshni qarshilaganligi haqidagi xabarlar tarqaldi. Ammo oradan ko'p o'tmay uning hayoti bilan bog'liq mish-mishlar ham avj oldi. Barcha mish-mishlarga ko'ra Halima Ibragiyevaning turmush o'rtog'i uylandi va uning opa-singillari ularni uydan haydab yubordi degan mish-mishlar ko'paydi. Ushbu mish-mishlarga ochiqdan ochiq oydinlik kiritish maqsadida Halima Ibragiyevaning 3 opa-singlisi, turmush o'rtog'i hamda farzandlari bilan suhbatlashildi. Bunga ko'ra Halima Ibragiyevaning opa-singillari shunday deydi: Halimaning do'sti yo'q ekan. Bunga iymonimiz komil bo'ldi. Barchaning maqsadi mansab, pul yoki-da boshqa narsalar. Uning do'stlari hatto barmog'imiz bo'lsa, shu barmoqlarga sig'maydi hatto. Barchaning o'y-fikrlari faqatgina Halimadan qolgan boylik, Halimadan qolgan mashina, uning pullari, uning uylari, uning tillalari bo'ldi. Sizlar Halimaning hamma narsasini talon-taroj qildingiz, turmush o'rtog'ini esa haydab yubordingiz deyishdi. Aslida hech qanday bunday bo'lgani yo'q. Turmush o'rtog'ining uylanishiga biz ham qarshi emasmiz. Lekin vaqt soati bilan balki uylanar, balki yo'q. Lekin bu sinovli kunlar uning turmush o'rtog'i uchun ham juda og'riqli bo'ldi. Chunki biz oilamizdan ortib, uy yumushlarimizdan ortib, vaqtida hol-ahvol so'rashga bora olmasmiz. Lekin u turmush o'rtog'i va farzandlarini har juma kuni uning qabriga olib borib, Qur'on tilovat qilib, uni eslab, yod olishadi. Biz uchun juda og'ir bo'ldi. Ota-onamizdan so'ng 3-farzand bo'lishiga qaramasdan, oilamizning tog'i, qo'rg'oni edi. Har bir to'y hasham, ma'rakalarda barchasida bizning yonimizda, bizga bosh bo'lib turardi. Bugun biz go'yoki boshsiz qolgan insonga o'xshaymiz. Ich-ichimizdan qanchalik yonib kuyishimizga qaramasdan qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Biz uchun hattoki o'lgan emas, ichimizda yuribdi. Har kuni tushlarimizga kiradi. Uni doimo yod olib turamiz, deydi Halima Ibragiyevaning opa-singillari. Halima Ibragiyevaning turmush o'rtog'i ham bu savollarga javob berdi. Odamlarga nima qizig'i bilmadim. Men uylandiga chiqarishdi. Hatto uydan haydab yubordi deyishdi. Hech qanaqasiga hozirgi vaqtda bunday gap so'zlarga yuragimga sig'maydi. Iltimos qilaman, meni tinch qo'ying. Men hali uylanganim yo'q. Uylanish niyatida ham emasman. Ko'nglimda faqat Halima. Men unga juda suyanar edim. Juda ham ishonib, bog'lanib qolgan edim. Uni unutishim juda qiyin, og'ir kechmoqda deya aytib o'tgan turmush o'rtog'i. Shuningdek, uning qizi Gulnozadan ham Halima Ibragiyevani eng ko'p sog'inadigan joyi bu uning erkalashlari ekanligini aytib o'tgan. Gulnoza shunday deydi: ko'zlarida yosh bilan hatto savollarga javob ham bera olmaydi. Oyimga doimo ovqatlar pishirib berardim. Shovlani juda ham yaxshi ko'rardilar. Hozir juda ham sog'inyapman, deydi uning qizi Gulnoza ko'zlarida yosh bilan. Shunday ekan, har xil mish-mishlar balki gap so'zlarni ko'paytirmasdan Halima Ibragiyeva ruhi uchun Qur'on tilovat qilinglar. Oyimning ruhi uchun Qur'on o'qinglar, deya intervyu berishdi uning yaqin oila a'zolari. Shuningdek, yaqindagina Halima Ibragiyevaning opasi uning 46 yoshga kirganligi munosabati bilan uning xonadonida farzandlari oldida yig'ilishganini hamda ushbu kunni nishonlashganligini ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida joylashtirdi.